Assalomu alaykum do'stlar. Birinchi darsimiz telefonda Amerikan YouTube kanal ochish bo'ladi. YouTube kanalni ochish uchun bizga Gmail kerak bo'ladi. Mana bu Gmail kerak bo'ladi bizga. Stilka bilan ko'rsatyapman. Bu Gmail ustiga bosamiz va bizda mana bunaqa narsa chiqadi. Endi biz kanalni ochish uchun mana bu burchakka bosamiz. Hammada shunaqa burchak chiqadi. Bosganimizdan keyin mana bunaqa ko'rinishlar chiqadi. Endi biz Gmail ochish uchun YouTube kanalga mana buni bosamiz. Boshqa hisob kiritish ustiga bosamiz. Va bizga mana bunaqa Google chiqadi. Google ustiga bosamiz. Biroz kutamiz do'stlar. Va bizga email manzilingiz yoki telefon raqamingiz degan joyini ko'rasizlar. Mana shu stilka bilan ko'rsataman sizlarga. Mana shunaqa chiqadi. Bizga bu narsa kerak emas, chunki biz yangi Gmail yaratishimiz kerak Amerikan YouTube kanali uchun. Biz endi mana bu hisob yaratishni bosamiz. Va bosdik. Bizga bu yerda bitta ikkita oyna chiqadi. Buning birinchisi shaxsiy foydalanuvchilar uchun, ikkinchisi ish yoki biznes uchun. Bizga bu ikkalasidan birinchidagi kerak bo'ladi. Mana bunisi kerak bo'ladi bizga. Birinchidagiga bosamiz. Va bu yerdan sizdan ism, familiya so'raladi. Mana bu ism. Mana bu ism. Bunisi familiya. Siz o'zingizni ismingizni va familiyangizni kiritasiz. Pasportda qanday yozilgan bo'lsa shunaqa qilib. Misol meniki ismim katta harfda yozamiz. Bekzod. Familiyam Jumanov. Ana tayyor bo'ldi. Endi biz bu yerdan keyingisini bosamiz do'stlar. Ana endi bizdan tug'ilgan yilimizni so'raydi va tug'ilgan oyimizni so'raydi va tug'ilgan kunimizni so'raydi. 1, 2, 3. Keyin jinsimizni so'raydi. Qiz bola bo'lsangiz ayol deb yozasiz, o'g'il bola bo'lsangiz erkak deb yozasiz. Hozir ularni birin-ketin ko'rsataman. Men yilimga pasportda yozilganday 1997. O'zim 1997-yilman. Oy aprel, kun tug'ilgan kunim 26. 1997 aprel 26 sana. Endi jinsga kiramiz. Mana boya aytganimdek, agar siz ayol kishi bo'lsangiz ayol yozasiz, agar erkak bo'lsangiz erkak yozasiz. Erkak degan joyini bosaman. Va do'stlar mana kiritib bo'ldik. Keyingisini bosamiz. Bu yerdan bizga Gmail chiqadi. Email manzilini yarating deyapti. Google hisobga kirish uchun Gmail manzilini yarating deyapti. Bizga bu yerdan misol buni bosib kirgizsak bo'ladi. Biz o'zimiz Gmail yaratamiz. Shaxsiy Gmail manzilingizni yarating degan joyga bosamiz.
Mana buni bosamiz do'stlar biz. Mana shuni bosamiz. O'zimiz Gmail yaratamiz. Shunchasiga bosamiz. Endi bu yerga xo'sh Bekzod Jumanov 1997 qilamiz do'stlar. Orasini yopib qo'yamiz. Orasi ochiq bo'lmasligi kerak. Ana. Endi biz bu yerdan keyingisini bosamiz. Bu foydalanuvchi ismi olingan boshini ko'ring deyapti. Endi bu band ekan bizga bu yerdan 26 yozamiz. 1997 yozamiz va boshiga reshetka qo'yib qo'yamiz do'stlar. Sizlar ham shunday qilinglar. Ketdi. Xo'sh, bu bo'lmadi. Bekzod Jumanov 26/1997 yozamiz. Sizlar ham o'zlaring nima qilib yozib qo'yinglar. Bo'lmasa mana shuni qilib yozib ko'rasizlar. Faqat o'zlaring pasportlaringga yozilgan narsani yozishlaring kerak. Mana ketdi. Mana ochildi do'stlar. Bu yerga parol kiritamiz. Parolga hakkerlar parolingizni bilib qolsa, kanalingiz uxlaydi do'stlar. Uning uchun sizlarga ko'rsataman. Reshetka qo'yamiz va 05 yozamiz. Bu yerdan Bekzod yozamiz va pastki chiziqsa Jumanov qilamiz. Jumanov 15 reshetka qo'yib qo'yamiz do'stlar. Buni men screenshot qilishim kerak. O'zim uchun. Sizlar ham shunaqa screenshot qilib qo'yinglar. Va screenshot bo'ldi do'stlar. Endi biz keyingisini bosamiz. Hisobingiz haqidagi axborotni tekshirish. Keyinroq email manzil orqali kirish mumkin deyapti. Bizga shart emas. Keyingisini bosamiz. Va mana bunaqa tavsiyalar chiqadi. Maxfiylik va shartlar. Buni Google hisob yaratish uchun quyidagi xizmat shartlariga rozilik bildirishingiz lozim deyapti. Bularni men o'qib chiqqanman. Xohlasangiz o'qib chiqing. Hozir menga shart emas bu. Roziman deb bosaman. Google tizimlari. Bu yerda kanal Gmail tayyor bo'ldi va roziman deb bosamiz. Bularni o'qib chiqish shart emas. Xohlasangiz o'qib chiqing. Roziman. Kutib turamiz do'stlar. Bunaqa qilib ko'ramiz va bizga Gmail ochildi mana do'stlar. Endi biz bu yerdan chiqib ketamiz. YouTube'ga kiramiz. YouTube'dan ochilgan Gmail topishimiz kerak. Pastdan siz degan joyda nimangiz turadi? Shu kanalingiz Gmail turadi. Va bu yerdan biz mana bunga bosamiz. Hisobni almashtirishga. Mana shunga bosamiz. Hammada shunaqa narsa chiqadi telefonda va ustiga bosib biz boyagi ochgan Gmailga kiramiz. Mana do'stlar, hammada shunaqa oyna chiqadi. Biz yana siz degan pastdagi siz degan yozuvga bosamiz. Va do'stlar mana bunaqa chiqadi. Bekzod Jumanov deb chiqadi. Bu birinchi darslik edi do'stlar. Ikkinchi darsligimiz
YouTube'da kanalni sozlash bo'ladi.